Mana bu meni mahallam. Mana kvartira, yo'lak, har qadamda stol, chiroq. Mana sport bilan shug'ullanadigan mana hamma asbob uskuna bor mana oyoq uchun. Hop. Bu nima ekan? Mana bu hozir o'qib beraman. Bu qo'l uchun ekan. Qo'l uchun ekan. Qara. Qo'l uchun ekan. Bizda ham bo'lsa qanaqa yaxshi bo'larmidi? Mana bu oyoq uchun ekan. Bel uchun, oyoq uchun ekan. Bel uchun ekan. Mana oyoq uchun ekan. Oyoqni ikki yoqqa qilinadi-da mana. Ikki yoqqa qilib turib shug'ullanaveradi. Mana. Yosh kattalar keladi, ko'pincha yurolmaydigan, bo'g'imlari og'riydigan, hammasi. Mana hamma joyga mana belga dog' qiladi mana. Belingizga obruch. Mana orqa kurakka. Mana kurak. Belga. Nimasi bo'ladi? Qo'tirjama shu yelka bellar uchun. Mana obdon ko'tdan belgacha qarab chiqadi. Na bir narsa sodir bo'ladi. Nima sodir bo'ladi bilmayman. Keyin chachcha o'lganda mana dam oladi. Mana dam olib u yoqqa qarab ketadi. Mana chiqdim yo'lakka, yugurgani chiquvdim. Yomg'ir yog'iy bo'lsa bo'ladimi? Endi hozir sekin yana uyga qarab yuguraman-da. Tapichga ketaman. Boy bo'lsam krossovka olaman, ha? Nima deysizlar? Biz o'zbeklar uchun ham bo'lsa-ku, mana shunaqa o'zbeklarga teskari ishdan ham yarashadi, bo'lish kerak, ha, shunaqa joylar, ha. Bundaqa shug'ullanish uchun bo'lish kerak. Sport qilsa keyin ozgina bo'lsa ham hamma Alloh yozgan umrini yashaydi. Sport qilsa ozgina bo'lsa ham vazni yengillashadi. Og'riqlar kamayadi, yaxshi bo'ladi-da. Mana hozir ozgina shug'ullanaman-da ketaman. Kommentariyga yozib qo'yarsizlar, ha. Bizda ham bo'lsa yaxshimi? Bo'lmasligi kerakmi? Bo'lish kerakmi?